Assalomu alaykum azizlar. Demak, DTM 2024 da tushgan. Mana bu misolda yechimini ko'ramiz. Bu tipdagi misollar qanday ishlanadi? Demak, diqqat qilamiz. Birinchidan, integral osti -1/5. Buni ichini to'la kvadratga to'g'rilab olishimiz kerak. Har doim esinglarda bo'lsin. Bu tipdagi misollar shu tartibda ishlanadi. Ya'ni 4x minus x kvadrat minus 4 plus 9 deb olamiz. Nega bunday deymiz? Chunki mana bu joyidan bitta minusni qaz tashqarisiga chiqaradigan bo'lsak, bu x minus 2 qaz kvadratiga, ya'ni to'la kvadratga tushadi. 9 minus 4 esa bizga 5 ni beradi. Demak, 9 minus 4 5 ni beradi. 5 ni berayotgan variantlar ko'p, lekin 4x bo'lgani uchun biz aynan 4 ni tanladik. Demak, nima bo'ladi endi? Integral ostida -1/5. Ildiz ostida bitta minus chiqaradigan bo'lsak, x kvadratni oldi plus bo'ladi, 4x ni oldi minus bo'ladi. 4 ni oldi ham plus bo'lib qoladi. Va plus 9 o'rtoqlar. Mana. Xo'sh, ana endi. Xo'sh, 9 ni birinchi yozamiz. Buni orqada yozadigan bo'lsak, bu ko'rib turibsizlar, mana bu joyi bizda x minus 2 ning qaz kvadratiga tushyapti. Ya'ni integral ostida -1/5, ildiz ostida 9 minus x minus 2 ning qaz kvadrati bo'ldi dx. Demak, mana shu joyga kelgandan keyin x minus 2 ni belgilash kiritish boshlaymiz. Ya'ni x minus 2 ni 3 sinus alfa deb belgilash kiritamiz o'rtoqlar. Nimaga aynan 3 sinus alfa? Chunki x minus 2 ni o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 3 kvadrati 9 bo'ladi-da. Mana 9 bilan qaz tashqarisiga chiqib ketadi. 1000 sinus kvadrat bo'ladi-yu. Mana hozir qaranglar. Demak, mana shu joydan keyin barobar integral ostida -1/5. Demak, ildiz ostida 9 minus x minus 2 ni o'rniga 3 sinus alfa olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 3 ni kvadrati 9 bo'ladi. Sinus ni kvadrati sinus kvadrat alfa bo'ladi o'rtoqlar dx. Faqat mana shu joyda bitta narsa bo'ladi bizda, chunki bu yerga o'sha alfa tushdi-yu endi. Bu yer x bo'lib qoldi. Nima qilishimiz kerak? Bu x ni ham alfaga bog'lashimiz kerak. Uni yana mana bu yerga murojaat qilamiz. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, 2 narigi tomonga o'tadimi? Demak, x imiz teng bo'lar ekan 3 sinus alfa plus 2. Demak, bu x o'rniga ham endi o'rtoqlar mana bu narsani olib kelamiz. Ya'ni 3 sinus alfa plus 2 ni olib kelib qo'yamiz. Mana shu holatga keldi. Endi davom etib ketamiz. Davom etayotgan joyimizda xo'sh, mana bu ifoda bor-ku, mana bu ifoda. Bu d ni oldiga hosila bo'lib o'tadi. Esinglarda qolsin. Hosila bo'lib o'tadi har doim. 9 ni integraldan chiqarib yuboramiz. -1/5. 9 bilasizlar, ikkalasidan ham 9 ni chiqaramizda, qaz tashqarisiga 9 ildizdan 3 bo'lib chiqib ketadi. Ildizdan ham chiqarib yubordik. 1 minus sinus kvadrat alfa qoladi. Endi qaranglar, bu hosila bo'lib o'tar ekan, o'rta plus bo'lsa, qanday hosila olinardi? 2 dan alohida, 3 sinusdan alohida. 2 ni hosilasi 0, 3 ga hosila ta'sir qilmaydi. Sinus hosilasi kosinusga o'tardi. Demak, ko'paytirilgan 3 kosinus alfa bo'lib o'tar ekan o'rtoqlar. D alfa qoladi. Mana shu yerda bitta narsani aytib ketish kerak. Bu qo'yilgan ichida chegara bor-ku, -1/5, boshida -1/5. Bu x o'rniga qo'yilishi kerak edi. Alfa ni o'rniga -1/5 qo'yilmaydi. Uni qayerdan topamiz desa, uni o'sha belgilashdan topamiz. Xo'sh. Mana bu yerdan 3 ni bu tomonga bo'lishga o'tkazadigan bo'lsak, o'rtoqlar, x - 2 taqsim 3 sinus alfaga teng bo'ladi. Keyin xo'sh, bu yerdan alfani topadigan bo'lsak, alfamiz teng bo'ladi. Bilasizlar, arc sinus x - 2 taqsim 3 ga. Shu esinglarda bo'lsin. Mana shu ikkita -1 bilan 5 shu x lar joyiga qo'yiladi, o'sha joydan alfa chiqib keladi. Uni oxirida topamiz. Hozircha chegara olib ketaveraylik. Xo'sh, ketdi. Endi davom etadigan bo'lsak, 1 minus sinus kvadrat alfamiz. Demak, -1/5 chegara hozircha ketaversin, 3. Bilasizlar, 1 minus sinus kvadratimiz bizda kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 kosinus alfa bor. Va d alfa bo'lib qoldi. Endi 3 × 3 9, u integraldan chiqib ketadi. Bilasizlar, ta'sir qilmaydi. Demak, -1/5. Xo'sh, 9 ni oldiga chiqarib qo'yadigan bo'lsak,
Xo'sh, kosinus kvadratdan ildizdan nima chiqadi? Kosinus alfa chiqadi. Ko'paytirilgan yana kosinus alfa bor va d alfa. Kosinusga ko'paytiradigan bo'lsak, demak, kosinus kvadrat alfa bo'ladi, d alfa. Xo'sh, endi biz bilasizlar, kosinus kvadratdan boshlang'ich ola olmaymiz, darajani tushirishimiz kerak. Daraja qanday tushadi? Demak, darajani tushiradigan bo'lsak, xo'sh, 1 plus kosinus 2 ta alfa taqsim 2 bo'ladi, bilasizlar. Xo'sh, d alfa. Ya'ni yarim burchak formulalarida. Keyin birda alohida kosinus 2 alfani alohida bo'lib olish mumkin. 9 integral xo'sh, 1 taqsim 2 plus kosinus 2 alfa taqsim 2. Mana masala hal. D alfa, uzr. Xo'sh, o'rta plus bo'lsa qanday boshlang'ich olinadi? Alohida boshlang'ich olinadi. Ya'ni 9 umumiy ko'paytuvchida turaveradi. 1 taqsim 2 dan alohida boshlang'ich olinadi. 1 taqsim 2 dan boshlang'ich olsak, endi alfaga nisbatan boshlang'ich olinganda yoniga shunchaki alfa qo'yiladi. Demak, alfa taqsim 2 bo'lib qoladi. Plus kosinusdan boshlang'ich olsak, sinusga o'tardi. Tagidagi 2 ga teginmasdi boshlang'ich va mana bu argumentdagi 2 alfadan shunchaki hosil olib mahrajiga yozib qo'yardik. 2 alfaning hosilasi 2 bo'lardi, o'rtoqlar. Demak, 9 alfa taqsim 2 plus sinus 2 alfa taqsim 4 bo'ldi. Faqatgina bizda bitta narsa qoldi, ham bo'lsa chegara. Chegara mana bu yerda aniqlab olishimiz mumkin. Birinchidan x o'rniga 5 qo'yinglar. Bu 5 x o'rniga qo'yinglar. Alfani o'rniga qo'yib ketmanglar, faqat mana shu joyda. Xo'sh. Demak, aniqlab oladigan bo'lsak, alfamiz arc sinus 5 qo'yadigan bo'lsak, 5 dan 2 ketsa 3, 3 3 ga bo'lsak 1. Qachon 1 chiqarardi? Pi taqsim 2 da. Xo'sh, alfa x o'rniga -1 da olib qo'yadigan bo'lsak, demak, arc sinus -1, -2, -3, -3 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar -1 bo'ladi. Arc sinus minusni oldiga chiqarib yuborardi. Sinus qachon 1 chiqaradi? Pi taqsim 2 da. Demak, alfamiz minus pi taqsim 2 bo'lar ekan. Demak, chegaralar bu yerda endi o'rtoqlar, minus pi taqsim 2 yu pi taqsim 2. Bilasizlar, endi bu yoq oson bo'lib qoldi. Birinchi yuqori chegara qo'yiladi. 9 turibdi hali ham. Yuqori chegara qo'yilsa, demak, pi taqsim 2 bo'lingan 2 plus xo'sh, qaranglar, mana shu joyda. Demak, mana bu joyga pi taqsim 2 qo'yadigan bo'lsak, nima bo'lyapti? Sinus 2 ko'paytirilgan pi taqsim 2 bo'lingan 4. 2 bilan 2 qisqarsa sinus pi bo'ladi. Sinus pi da 0. Demak, mana joy yo'q bo'lib ketdi. Minus, bilasizlar, pastki chegara qo'yiladi. Minus pi taqsim 2 ni qo'yamiz. Demak, mana alfa o'rniga qo'yilyapti. Minus pi taqsim 2 bo'lingan 2 plus sinus 2 ko'paytirilgan minus pi taqsim 2 taqsim 4. Qals yopildi, eng katta qals ham yopildi. Bo'ldi, qaranglar, 2 bilan 2 qisqaradi, sinus minus pi qoladi-yu. To'g'ri, minusni oldinga chiqaradi, lekin sinus pi da 0. Demak, mana bu joy yana 0 bo'lib ketdi va mana bu joy ham 0 bo'lib ketdi. Bizda qoladigan narsalar 9. Xo'sh, 2 pastga tushishini bilasizlar. Pi taqsim 4 bo'ladi. Qaranglar, mana bu minus va mana bu minus plus bo'lib ketadi, o'rtoqlar. Bu ikki ham pastga tushadi. Pi taqsim 4 bo'ladi. 9 ko'paytirilgan pi bilan pi qo'shilib 2 pi taqsim 4, 4 bilan 2 qisqarsa pi taqsim 2, 9 yuqoriga ko'paytirilsa 9 pi taqsim 2 degan javob chiqadi. Demak, bu integralning javobi 9 pi taqsim 2 bo'ldi, o'rtoqlar.